Echinokok paraziti odam o'pkasidan hozirgina olib tashladik, ko'rdinglar. Bitta o'pkasidan 14 ta oldik. Echinokok paraziti. Bittasidan 17 ta oldik. Jami 31 ta echinokok qurtini olib tashladik. Mana 17 kun oldin tuqqan. Tuqqandan keyin nafas ola olmagandan rentgen qilishganda ikkala o'pkada va jigarida birlamchi ko'plamchi echinokok qurtlari, kistalari borligi topilgan. Bizga olib kelishgan. Bu operatsiyaga oldik. Mana уже 10 o'pkasidan 13 ta kistasini olib tashladik. Har bittasini olib tashlab, obработка qilib, endi tikyapmiz o'rinlarini. Asosiy yuqadigan yo'llari o'sha kuchuvlardan, it kuchuv, mushuklardan yuqadi. Ular bilan o'ynagandan keyin yaxshilab agar qo'llar yuvilmasdan ovqat yesa, shundan yuqtirib qo'yish mumkin. Keyin mana biz yaxshi ko'ramiz, ko'katlar, zelinlar yaxshilab obработка qilib yuvilmasa, ulardan ham yuqishi mumkin. Hozir sizlarga kompyuter tomografiyasini ko'rsataman. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ikkala o'pkasida ko'rsanglar bo'ladi. Ko'plamchi kistalar mana ikkala o'pkada kista, ikkala o'pkasida hamma yoq kistaga to'lib ketgan. Ko'ryapsizlar, hammasini hozir operatsiya qilib, mana 10 tarafini operatsiya qilib bo'ldik. Jigaridagi kistalar. Kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar, echinokok kasallik qanaqa yomon kasallik. Shuning uchun yana qaytib aytamiz, albatta o'sha gigiyenaga rioya qilish kerak. Qo'llarni yaxshilab yuvish kerak, it mushuklar bilan o'ynagandek ayniqsa va ko'katlarni, zelinlarni yaxshilab suvda yuvib, keyin iste'mol qilish kerak. Salomat bo'linglar.